Bilasizmi, oddiy qo'rilgan tovuq qanday qilib brüzzelikdan ortiq davlatni zabt etdi? Bugun sizga KFC'ning siri haqida gapirib beraman. Bugungi kunda KFC bu shunchaki fast food emas. Bu kuchli brend, aniq strategiya va global marketing namunasidir. Bu videoda siz KFC'ning qanday paydo bo'lgani, qanday rivojlangani va eng muhimi xalqaro marketing strategiyasini bilib olasiz. KFC tarixi 1930-yillarda AQShda boshlangan. Brend asosida Harlis Sanderson, ya'ni mashhur Colonel Sanderson, u kichik oshxonasida o'zining maxsus retseptlari orqali yaratilgan, ya'ni 11 ta sirli ziravorlar bilan qovurilgan tovuqni yaratadi. 1952-yilda birinchi KFC restorani ochiladi. Sanderson esa o'z retseptlarini litsenziya orqali tarqatadi va shu yo'l bilan KFC'ni tezda mashhur brendga aylantiradi. Bugungi kunda KFC 150 dan ortiq davlatda mavjud. 25 mingdan ortiq restoranga ega. Eng qiziq tomoni, KFC har bir davlatga moslashadi. Ya'ni Osiyoga achchiq taomlar, Yevropaga burger va sendvichlar, musulmon davlatlariga esa halol menyudir. Shu moslashuvchanlik esa KFC'ni global darajada muvaffaqiyatli qiladi. KFC'ning marketing strategiyasi xalqaro moslashuvchan hisoblanadi. U asosan 4P modeli asosida qurilgan. KFC asosiy mahsuloti qilib qovurilgan tovuqni saqlab qoladi, lekin har bir davlat uchun maxsus menyu ishlab chiqadi. Narx siyosatiga keladigan bo'lsak, narx siyosati mamlakat iqtisodiyotiga moslashtiriladi. Ya'ni KFC'ning asosiy maqsadi ham ommaviy, ham o'rta daromadli qatlamni qamrab olishdir. Restoran joylashuviga keladigan bo'lsak, shahar markazlarida, savdo markazlarida, ko'p odam qatnaydigan hududlarda joylashadi. Shuningdek, u onlayn buyurtma berish va yetkazib berish xizmati bilan ham shug'ullanadi. KFC reklamada hissiyot, hazil, mahalliy trendlardan foydalanadi. Lekin brend qiyofasi Colin Sanderson butun dunyoda bir xil saqlanadi. Bu global bir xillik va lokal moslashuvchanlikning mukammal uyg'unligidir. Tushunarli qilib aytganda, KFC bu oddiy fast food emas. Bu tarix, strategiya va xalqaro marketingning yuqori namunasidir. Aynan shu yondashuv uni dunyodagi eng kuchli brendlardan biriga aylantirgan. Hammaga omad, sizlar bilan omad.